Superkompyuter O'zbekistonning Jahon chempionatidagi chempionlik imkoniyatini baholadi. Nufuzli Opta statistik portali 2026-yil yozida AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan Jahon chempionati favoritlari reytingini e'lon qildi. Superkompyuter o'zbekistonlik futbolchilarning guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o'tib, play-offga yo'l olish imkoniyatini 5,45% deb baholagan. Shuningdek, Fabio Cannavaro shogirdlarining 1/16 finaldan o'tib, kuchli 16talikka kirish ehtimoli 12,25% ni tashkil etmoqda. O'zbekistonning chorak finalga qadar yetib borish imkoniyati esa 3,78% ga teng. Yarim finalga chiqish ehtimoli 1,16% deb baholangan bo'lsa, finalga yo'l olish imkoniyati 0,32% ni tashkil etdi. O'zbekistonning jahon chempioniga aylanish ehtimoli esa 0,7% ga teng deb ko'rsatilgan. Opta superkompyuteri talqinicha 2026-yilgi mundialning asosiy favoriti Ispaniya terma jamoasi hisoblanadi. Ikkinchi pog'onadan Fransiya terma jamoasi joy oldi. Kuchli uchlikni Angliya yakunlab berdi. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa 10,28% ko'rsatkich bilan 4-o'rinni egalladi.